Hozir do'stlar belamir ovlab ko'ramiz. Mana debdi belamir yuribdi, dikiga kelganman. Agar ilintiralsam videoni chiqaramiz, ilintiralmasam uzr. Hozir urinib ko'ramiz shunga. Randı, küve. Dur. Patlıcam koptu, patlık. Sen bana bak. Hadi. Ya yok. Hadi ama. Yapamam etti. Mana do'stlar, qamishda ham ilintirsa bo'ladi. Bilamizmi? Qamishda ilintirsa. Qamishni o'zida turibdi. İlk yarı kılarsınlar. Bitti koydular mı olmaz. Ne oldu? Çoğaldı tabii. 2 kilo var ha? Burada mum var. Turpaçka doğru mu? Turpaçka. Var mı? 200 metre. 50 metreden olsa 200 metre var. Zaten sadece bir sene. Belki 2'ye bölü falan mısın? Ya onu iş şey. Mana do'stlar, hakikaten ham qamishga ilinchi rost ekan. Men buni YouTube'da ko'rgandim, ishonmagandim. Mana endi ishonch hosil qildim. Qamishga bemalol ovlisidan bo'laveradi. Ha, kim bu? Bo'lsa bo'ladi. 50 metrda Va belamir ushladim, belamir. Hozir men ramdekim 10 metreden kam ketmedi. 10 metreden kam ketmedi. Ha, bir 2 kilo keladi. Ana ko'rishadimi? ya bu Halaga o'zingiz ham yerda bor ishlardim. Ramjon bu yerida. Traktor ishlab ketgan ekan bu. Alloh o'zingiz ham Nima endi bitta oldim qamishga. O'tlayvergan qamishlar qayerda? Qalmoqqa. Umarali oltinton qiladi. Men dedim, mana baliq olyapti. Ertalabdan tayladim buni. Ha, video ham qildim. 4 soat video dikayga qo'yib oxiri o'tlab oldim. Qamishda. Ha. Hadilar yuribdilar-da. Oldu mana ertak kelaveringlar. Traktorni ham zo'r qotib qoldi. Bu chekkendi, hakim buva. Chekkendi, qachaqni ham atdilar. Qachaq har kuni mashinada yuradi ham. Hali baloqay bilan birga tushirib qo'ydi. Yo yaxshi, hali ikkita kurchoqlik qiluvdim. Bittasi 3 vardı, bittani oldidan 3dan ilinib qolibdi. Yaxshi.
Qiynalmay oldim. Men o'zimcha qo'rqib turdim, uzib ketadimi dedim. Yo'q, yaxshi. Ranjga kelib qoldi. Ko'rshadim, kaltakim bo'ladi. Hozir qopqa solib qo'ydim. Hozir yana tayyorlab solaman. Ha, bo'pti, Hakim buva. Men sherigini ham olaman-da, mayli, gaplashamiz. Hozir momentda telefon qiladi-da. Hakim buva ham hozirgi momentda telefon qiladi-da. Endi yetib keladi hozir. O'ta sodda ekan. Endi mana shu o'tkaziladi. Yo'q, aldim shunday qildim, zo'r oldi. Mana bunisini orqaga yon shu o'tgan yerdan o'tkaziladi. Bak orqaga. Mana bunday qilinar ekan-da, mana bu uyachamiz katta bo'lib ketdi, mana qoldi ham. Uyachaga mana bunday qilib o'tkazib qo'yiladi. Keyin bu bitta qayriladi. Bu faqat belamir uchun xolos. Boshqa baliqlarni men bilmayman. Men ham YouTube'da ko'rdim. Bu amalda sinab ko'rdim. Hozirgisi zo'r qayriladi, hali oldingisi. Endi bunisini? Qamish katta bo'ladi. Ya, yaxshi hozir. Kega bir marta galik qilib aylantiriladi. Qalini qisib qoldi endi. Mana buni mana bu yerdan shunday o'tkazib yuboriladi orasiga. Endi ko'riladimi? Onda qasni qaychida ish qilinsa yaxshiroq bo'ladi. Men halda qo'limda qilib bir pasda bo'laveradi. Keyin mana bu yerdan qaychi bilan chiroyli qilib quyib tashladi. Biz endi qo'lda qilamiz hozir tashilishda. Mana shu holatda men ham YouTube'da ko'rgandim. Natija berdi. Hozir yana ko'ramiz. Alloh nasib qilsa yana olamiz. Doktor aytganda ramda bunday qilganida yazib tashlab ketar ekan. Qamish yerda turadi, o'sha baliqni og'ziga monand bo'ladi. Yana kutamiz. Nasibda. Endi bari qo'yib olaram. Mana uni tayyorladim. Mana shuncha qamish ketar ekan. Zo'r, natija yaxshi. Hammalarga omad. Obuna bo'lib qo'yinglar, bundan zo'rlar chiqadi hali. Like bosinglar. Kommentariy ham qo'yaveringlar, qarshiligim yo'q. Sherigi ham qidirib keldi. Mana shu qamishlarda yuribdi. Shu qamishlarda shapulladi sherigi. Belamirlarni makoniga kelib qolgan shekilli. Hozircha jimjit. Shu yerda bo'lyapti. Mana shu yerda shapilladi hozir. Buni ko'rganlar darrov to'r qo'yg'isi kelib qoldi. Belamir o'zi to'rga tushadimi yo'qmi? Menimcha tushmasa kerak. Tushgani ham yirtib chiqib ketadi. Kutamiz endi. Kutamiz. Juplamasa bo'lmaydi. Ama qo'ygan qamishim sal g'avohroq alegan.
dağalroq deydimi? Dağalroq chiqdi. Maydarog'ini qo'yish kerak edi aslida. Sizlarga ko'rsataman deb men yirigini qo'yardim. Ammo sal o'shani qarimagan maydaroq bagi bo'lsa yumshoqroq demoqchi edim. Yaxshiroq chiqadi. Oldingi qo'yganimiz juda yumshoq mayin edi. Keyingisida shashib vaqt o'tib ketib qolmasin deb yirigidan qo'yardim. Chiroyli ham chiqmadi. Ko'ramiz, bo'lmasa almashtiramiz, kutaveraylikchi. Baliq to'g'lash uchun 2 soat, 3 soat vaqt ketar ekan. Mayli do'stlar, bugungi natija o'sha bitta belamir bo'ldi. O'zi menga qandaydir belamir ilinadimi doim. Keyingi safar daryoda qayiqda o'q qilamiz. Kutinglar, xudo xolasa, katta baliqlarni, o'sha ulkan baliqni ovlashga, bu yil rekord yangilashga harakat qilamiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariy qo'yinglar. Like bosinglar. Eng zarur like. Like'larni ko'paytirishimiz kerak. Mayli, sog' bo'ling.